Uy, billa. Voy. Toshkentda Cobalt avtomobili qurollar bilan o'q uzib to'xtatildi. Toshkentda patrul xizmatiga bo'ysunmagan haydovchi qurol bilan to'xtatib qolindi. Ba'zi bir iddaolarga ko'ra u qaysidir boyvachchani yoki amaldorni bolasi bo'lsa kerak deya gumon qilinmoqda. O'zini GTA o'yinida his qilgan bu yosh yigit ko'plab boshqa mashinalarga ham zararlar yetkazdi. Siz nima deb o'ylaysiz? U haqiqatan ham bironta boyvachchani bolasimi yoki umuman chekib olgan kayfda mingan haydovchimi? Fikringizda nafaqat biz, o'za shaxsan tomosha qilmoqda. Bu orada eslataman, ko'plab avtomobillarga zarar yetkazdi va bularni hali beri to'g'rilab berishi ham qiyin masala. Agar kommentariyaga fikr yozgan bo'lsangiz, bu bolaga qanday jazo berish kerak? Aynan shu haqida ham ikki og'iz fikringizni kutib qolamiz. Ming boydi bolasi bo'lsa ham jazo berish kerak. Qamoq jazosini berish kerak deydiganlar like bosib ovoz bering. Boyvachcha ota ham tomosha qilmoqda va like sonini ko'rib bu bolaga ko'plab insonlar qarshiligini o'zi his qiladi. Biz esa videoni boshlaymiz.